Xabaringiz bor, Toshkent shahrining barcha sektorlarida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida musobaqalar o'tkazilmoqda. Shu jumladan sportning voleybol turi bo'yicha Ichki ishlar vaziri kubogi uchun bahslar ham tashkil etilgan. Mazkur musobaqa yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, jamoaviy ruh va sport madaniyatini mustahkamlash maqsadida o'tkazilmoqda. Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Mendeleyev nomidagi oliy ta'lim muassasasi mezbonlik qilgan sektor bosqichi bellashuvlarida tuman hududidagi mahalla jamoalari faol ishtirok etdi. Bahslar 16-21 hamda 22-30 yosh toifalarida erkaklar va ayollar jamoalari o'rtasida tashkil etilib, kun davomida g'oliblik uchun murosasiz bahslar kechdi. Musobaqa natijasiga ko'ra, ikkinchi sektor bo'yicha 16-21 yosh erkaklar o'rtasida Beshkapa mahallasi, ayollar o'rtasida Ulug'bek mahallasi birinchi o'rinni egallashdi. 22-30 yosh erkaklar o'rtasida Pastki Yuz hamda ayollar o'rtasida esa Ulug'bek mahallalari birinchilikni qo'lga kiritishdi. Uchinchi sektor bo'yicha esa 22-30 yosh erkaklar o'rtasida Lashkarbegi, ayollar o'rtasida esa Yangi Olmacha mahallasi birinchilikni qo'lga kiritishdi. Musobaqaning navbatdagi bosqichlari tuman g'oliblarining shahar miqyosidagi bahslarida davom etadi.